Suat, alanga ichidagi ayol. Bu og'riqdan kuch topgan ayol hikoyasi. Suat taxminan 60-yillarda Iordaniyaning janubiy sohillaridagi musulmon arab qishloqlarida tug'ilgan. 20 yil davomida u psixoterapiya bo'yicha davolanib, o'tmishini eslaydi. Barini xotirlagach, u yaqin sharqdagi ayollarning hayoti qanday bo'lganini tasvirlash maqsadida biografik roman yozadi. Kitob 2003-yilda nashr etiladi va ko'plab tillarga tarjima qilinadi. O'zbek tiliga adiba, tarjimon va jurnalist Nodirabegim Ibrohimova tarjima qiladi. Nodirabegim Ibrohimova 1989-yil 18-yilda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida tug'ilgan. 2007-2011-yillarda O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti Xalqaro jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Nasr va tarjima yo'nalishida ijod qiladi. 2017-yil Yoshlar ittifoqi mukofotining nasr yo'nalishi bo'yicha yilning eng yaxshi yosh ijodkori yo'nalishida g'olib bo'lgan. Alanga ichidagi ayol biografik qissa bo'lib, unda muallif o'zi haqida hikoya qiladi. Yoshligidan zulm ko'rgan, qiynoqda yashagan qizaloq hikoyasini o'qir ekansiz, hatto qizning oilasidan nafratlanishingiz tabiiy. Negaki qiz yashaydigan chekka qishloqda erkaklar mutlaq hukmron, ayollarga esa qul kabi muomala qilishlari, ayollar qiz farzand ko'rsa mazax bilan qarashi, qizlarni o'smir yoshdanoq otalari tomonidan tanlangan yigitga turmushga berishi va keyin esa bir umr erining zulmiga ko'nikib yashashga majburligi, mabodo qizlar biror sharmandagarchilik qilsa, hattoki o'limga hukm qilishi azaliy odatga aylangan. Ana shunday muhitda o'sgan Suat qo'shni yigitga ko'ngil qo'yib og'ir gunoh qiladi. Sevgim deb o'ylagani esa qo'ynini puchongoqqa to'ldirib tashlab ketadi. Oilasi esa uni o'limga hukm qiladi. Tiriklayin yoqib yuborishadi. Biroq yaxshi insonlar tufayli mo'jiza yuz beradi. Hayotga qaytadi. Hayotini Yevropada baxtli davom ettiradi. Lekin bu oson bo'lmaydi. Ya'ni yurtidan bosh olib ketgani bilan alanga taqibidan qutulish uchun ancha vaqt ketadi. Asarni o'qigan o'zbek kitobxonida albatta shukronalik hissi paydo bo'ladi. Biroq dunyoning qaysidir nuqtasida Suat kabi jaholat qurboniga aylanayotgan ayollar kam emas. Bu kabi asarlar qanchalik ko'p tillarga o'girilsa, shu holatga tushgan ayollarda o'z huquqlari uchun kurashga rag'bat uyg'onadi. Kitobni nafaqat ayollar, balki erkaklar ham o'qishlari lozim.